Assalomu alaykum yaxshilar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar bilan Angrenlik dangasa kitobxon. Ko'p insonlarning miyasida qo'rquv olib kelishiga sababchi bo'lgan mavzu o'lim. Meni yoshligimdan beri bitta savol juda ham o'ylantirardi. Ushbu savolning javobini esa men 27 yoshga kirganimda aniqladim. Inson koma holatida yoki insonning yuragi urishdan bir necha daqiqaga to'xtagan lahzada insonning ongida nimalar sodir bo'ladi? Agarda siz javobini biladigan bo'lsangiz, kommentariyga yozib keting. Endi men o'z javobimni aytaman. Ushbu savolga javobni Raymond Moody O'limdan keyingi hayot kitobida juda go'zal tasvirlagan ekan. Ushbu kitobni men sizlarga tavsiya qilaman va insonning yuragi bir necha daqiqaga to'xtaganda yoki inson koma holatida bir necha yil yotganda ham insonning ongida nimalar sodir bo'lishini ushbu kitob juda ham chiroyli tushuntirib bergan. Agarda sizga ham ushbu savol bir paytlar qiynagan bo'lsa, ushbu kitob tavsiya qilaman.